Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech bo'lsin. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun bir chiroyli kupon qilib o'tadigan kupon qilamiz sizlar bilan. 3 ta komanda topib qo'yganman. Uchalasi ham o'tadi. Xudo xolasa uchalasi ham o'tadi. G'alaba qilasizlar. Rahmat aka deb yozib ketsanglar bo'ldi. O'tadigan qilib beraman. Buni sababi hozir tushuntiraman. Qaysi jamoaga pul tikish kerak, nima qilish kerak, hammasini tushuntirib beraman. Qaranglar, bugungi liniyaga o'tsak, Aston Villa, Freiburg, Crystal Palace 3 ta o'yinni olamiz. 10 koeffitsient qilamiz 3 ta jamoadan. Birinchi o'rinda nima inovatga olamiz? Aston Villa Nottingham ustiga bossak, Nottingham bilan Aston Villa birinchi o'yin 1-0 ga Nottinghamda uyida yutqazgan ekan Aston Villa. Nima qilamiz? Aston Villaga g'alaba kerak. Nima qilib bo'lsa ham g'alaba kerak. Borini tashlaydi va darvozaga kamida bir 7 ta zarba beradi. Biz olamiz 5 ta aniq zarbasini olamiz. 4.5 bo'lish Aston Villani. Ikkinchisi Freiburg. Freiburgda ham xuddi shunday bo'lgan. Bragani uyida Freiburg 2-1 natijasiga yutqazib qo'ygan, 1-2. Endi biz Freiburgda uyda Germaniyada qattiq bosim bilan o'ynaydi. Freiburg kuchli hujumlar qiladi. 5 ta yoki 6 ta aniq zarba tepadi. Biz 5 bo'lishi aniq zarbasini olamiz. 5 bo'lishi. Ikkinchi o'yinimiz Crystal Palace Shaxtyor. Uchinchisi. Bunda 3-1 hisobida Crystal Palace yutdi, lekin juda kuchli o'ynadi Shaxtyor o'zini uyida. Bugun ham uni yo'qotadigan narsasi yo'q. Uzoqlardan darvozaga aniq zarbalar tepadi Shaxtyor, lekin koeffitsient ko'p berishi mumkin hozir. 4 dan ko'p aniq zarbasini olamiz Shaxtyorda. Ikkinchining individual o'tadi. Mana qaranglar, 3 tadan ko'piga 2 koeffitsient beryapti. Biz 4 bo'lishisini olamiz. 9.3 koeffitsient bo'ldi, 9.3. Ko'rdinglar? 3 ta komandamiz pashti 10 koeffitsient. Aston Villa, Freiburg, Crystal Palace. 3 ta bir-biriga mana shu jamoalarning hammasiga ochko juda ham zarur. Keyingi o'yin degan narsa yo'q. Oxirgi o'yini mana shu. Yo bo'ladi yo chiqib ketadi. Ochko juda ham kerak. Ochko olsa keyingi bosqichga o'tadi. Mana shularga tikib qo'yamiz. Agar kupon zo'r terilgan bo'lsa, ko'p pul tiktirmaydi. 5 million tikib qo'yamiz. Yo'q, 300 ming so'm tiktirgani qo'yar ekan. 350 ming. 350 ming so'm tikib qo'yamiz. 350 ming euro tikish 15 million pulimiz bor. 350 ming so'm tikdik. Sizlar nima qilasizlar hozir? Bitta shu videoga like bosib, YouTube profilimiz ustiga bossanglar, Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalga o'tib olsanglar, har kuni bir o'tadigan maslahatlashib, kuponlar qilib beraman. O'tadigan yaxshi kuponlardan. Like'larni birinchi bosib tashlaylar. Ertaga men sizlarga ishonib aytyapman. Rahmat aka, kupon o'xshadi. Bugun ham qilib bering deb yozasizlar. Men sizlarga aytyapman. Kupon o'xshaydi. 99% o'yinchilar o'lib qolmasa o'xshaydi o'yin. Bemalol tiksanglar bo'lmasdan tikaverasizlar, kupon o'xshaydigan. Telegram kanaliga o'tsanglar, maslahatlashib, yaxshi kuponlar qilib beraman ham o'zim. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, vaqt ajratib sizlarga kupon qilishni o'rgatib turaman.